Ko'p odamlar mendan shuni so'rashadi. Gnostik kuchlimi yoki psixolog kuchlimi? Psixologiya bu inson ongini tushunish ilmi. U sizga his, tuyg'ularingizni izohlab beradi. Xulqingizni tahlil qiladi. O'tmishdagi jarohatlar bilan ishlaydi. Ya'ni psixolog ongni tartibga soladi. Lekin gnostika bu butunlay boshqa daraja. Gnostik yondashuv insonning ichki kuchini uyg'otish. Bu yerda faqat tushuntirish emas, balki sizning ichingizda allaqachon mavjud bo'lgan tasavvur, vibratsiya, fokus va ongning energiyasini faollashtirish bor. Psixolog sizni tushuntiradi, gnostik esa sizni kuchga kiritadi. Psixologiya sizning kim ekaningizni ochadi. Gnostika esa qanday qudratga ega ekaningizni uyg'otadi. Shu sababli gnostik yo'l biznesda, hayotda va qarorlaringizda natijani 10 baravar emas, 1000 baravar tezlashtira oladi. Gnostika bu ichki ong orqali natija yaratish san'ati. Agar siz o'zingizdagi haqiqiy quvvatni ochmoqchi bo'lsangiz, gnostik yo'l aynan siz izlayotgan kalit.